الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram musulmon qardoshlarım, Alloh subhanahu wa taolo eng birinchi holatda ko'ngil turlarimizdan chiqqan barliq maqtov, shukrona ulug'lovlarimiz bo'lsin. Payg'ambarimizga shan ko'ngillaribizdan chiqqan salovatlarimiz ham salomlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo salami, rahmati, barakati bo'lsin har barchalarimizga, ilk kunlarimizga. Endi Alloh subhanahu wa taolo bizlarga ikki dunyoning da baxt saodatini erishib, xayrli umrlar bilan yasharga nasib aylasin. Endi alhamdulillah Alloh subhanahu wa taolo bizlarni shu dunyolikqa yaratdi. Ham endi Alloh subhanahu wa taolo bizni shu yer yuzina xalif bo'larak xalif etib jibardi. Ham endi qarasa Alloh subhanahu wa taolo shu yer yuzida bo'lgan barcha jon egalarin, hatto joni bo'lmagan aybilarni har barchasini odam bolasina xizmat etu, odam bolasina foyda, odam bolasining yashayishina foyda bo'lsin uchun deb endi yo'qdan bor qildi. Ham endi qarasak Alloh subhanahu wa taolo Qur'oni Karimda aytdi: "Ey odam bolalari, men sizni shu yer yuzina xalif etib jibardim." Ya'ni shu Alloh taolo sizga bergan barcha ne'matlar, barcha bo'lgan shu Alloh taolaning turlidan turli endi maxluqlari, ol endi eng birinchi holatda Allohning rahmati bilan shu dunyolikqa kelgan bo'lsalar, Allohning qudrati bilan, Allohning tilagi bilan, ham Allohning endi rizoligi bilan dunyolikqa kelgan bo'lsalar, ammo lekin endi aslida Alloh subhanahu wa taolo ana bizlarga shu dunyolikda foydalanu, ham qo'llanu, ham bizlarga endi xayrli foyda bo'lsin uchun etib endi bizi bergan.